erkak расслабиться qiladi, ayol esa bor energiyasini yo'qotadi. Munosabatlarda to'g'ri munosabat qurish uchun erkak ham ayol ham yetuk pozitsiyada bo'lishi kerak. Agar ayol munosabatlarda ona roliga o'tib oladigan bo'lsa, bu yerda erkak avtomatik zaiflashni boshlaydi, bola pozitsiyasiga o'tishni boshlaydi. Hamma mas'uliyatni ayolning zimmasiga yuklaydi, erkak расслабиться qiladi, ayol esa bor energiyasini yo'qotadi va ona bilan munosabat bu hech qachon yaqinlik bo'lmaydi. Ona bilan bola o'rtasida bola oladi, ona faqat beradi. Bu yerda balans buziladi va o'sha xiyonatga ham borishi mumkin. Bola pozitsiyasida bo'lsa ayol, bunaqa payti u erini ota bo'lishini kutadi. Erdan kutadi, talab qiladi, arazlaydi, xafa bo'ladi. Ayol o'zi uchun, o'zini hayoti uchun umuman mas'uliyat olmaydi. Butunlay eriga topshiradi. Bunaqa paytda ham xuddi ular ota-qiz munosabatida bo'ladi. Bu yerda ham balans buzilgan bo'ladi. Erkak qaysidir payti bolakay bilan yashashdan zerikishi mumkin. U yonida yetuk ayolni xohlab qolishi mumkin bunaqa vaziyatda.